N tovushi va N harflari. Harflar mamlakatiga sayohatimiz davom etadi. Qani ketdik. N undosh tovush. N tovushini talaffuz qilayotganimizda o'pkamizdan chiqayotgan havo oqimi og'iz bo'shlig'ida to'siqqa uchraydi. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra til oldi undoshi. Hosil bo'lish usuliga ko'ra portlovchi. Ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra jarangli. Birgalikda aytamiz. N. Uni yasamoq oson. Diqqat bilan qaragin. Ikki ustun orasiga qiya ustun tiragin. Bir havo zarbi bilan aytiladigan tovush yoki tovushlar yig'indisiga bo'g'in deyiladi. Mana bu bosh N va kichik N harflari. N tovushi undosh tovush bo'lganligi uchun yakka o'zi bo'g'in hosil qila olmaydi. N tovushiga unli tovushlardan qo'shib bo'g'inlar hosil qilamiz. No, na, no, na, an, no, on, ta, to, ona, ota, ana. Ushbu so'zlarda ishtirok etgan N tovushini aniqlang. No'xat, o'n, ninachi. Gap so'zlardan tuziladi. Ushbu so'zlarni o'qing va gaplar tuzing. Ota, ana, ot. Ona, ana, non. Ota, ana, nota. Gaplarni davom ettiring. Ona, ana, non. Ota, non. Oling. Non juda mazali. Rizqimiz manbai don. Ndan boshlanar non ham. Nonni uvol qilsangiz, xafa bo'laman men ham.